Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda mazali va ajoyib bulochkalar tayyorlaymiz. 500 mg issiq sut solamiz, tuz solamiz, 100 g shakar solib yaxshilab aralashtiramiz. 2 dona tuxum sarig'ini solamiz, 100 g o'simlik yog'ini solamiz, 1,5 choy qoshiq droji solib, ketidan 650-700 g un solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirni ustini selofan bilan o'rab, tindirishga qo'yamiz. Xamirimiz yaxshigina ko'tarilibdi. Endi kerakli bo'laklarga bo'lib olamiz. Zuvolachalarni yasab olamiz, ustini yopib, yana 10-15 minutga qoldiramiz. Har bir zuvalani yasab olamiz. Nachinkasi uchun men varyonez go'shimkadan foydalandim. Xohlagan nachinkadan foydalanishlari mumkin. Endi bizga mana bunday valik kerak bo'ladi. Xamirni kesadigan pichoqdan foydalansa ham bo'laveradi. Hamma zuvolalarni xuddi shu usulda tayyorlab olamiz. Ustini selofan bilan yopib, yana 10-15 minutga qoldiramiz. Bulochkalarning ustini tuxum sarig'ini surib chiqamiz va duxovkaga 180 gradusga 20-25 minut pishirib olamiz.